Başını toxtat. Semit, tribuna kel. Mana, podpolkovnik. Mush ko'rik shu kenda. Shundoq. Mush ko'rik shu. Mark Pensison, 238-polkining komandiri. O mush ko'rikni qo'g'dashga mas'ul. Doktor Hoxman, Davlat amonlik saqlash idorasidan. Sharqi Janub oliy qo'mondonlik shtabi meni favqulodda vazifa bilan avatdi. Huquq doiramdan xabaringiz bormi? Bosh qo'mondonlik shtabining buyrug'ini topshirib oldim. Bu quruqlik armiya marshalining buyrug'i. Men bu yerda turib, cho'ng qo'shinning kelishini kutaman. Buni bilaman. Sizga maxsus bir ishxona tayyorlab qo'ydik. Rahmat. Janobi Pensison. Xo'sh. Bu atrofning ahvoli qandayroq? Partizanlarning harakatlarini sezdingizmi? Bu jihatda sizni axborot bilan ta'minlayman. Bu ko'rikni qo'g'dashning biz uchun aytganda qanchalik siyosiy ahamiyatga ega ekanligini tushunamsiz? Bu ko'rikning harbiy jihatdagi ahamiyatini tushunaman. O'g'u shundoq. Meningcha siz siyosiy ishlarga qiziqmaysiz-ku deyman. Men harbiy odam, Hoxman doktor. Bu qarovul nima uchun po'lat qalpoq kiymaydi? Bizga hozir qattiq intizom kerak. Janobi polkovnik, sal bexotlasangiz, mana bu tog'liqda jondan ayrilib qolasiz. So'rashqa ruxsat qiling. Urush yangi boshlanganda harbiy unvoningiz nima edi? Polkovnik. Tashakkur. Hop. Mana.
Atrofga butunlay mina o'g'irlashtirganmi? Albatta shundoq. Urush yeni başlanganda men faqat Pakvadiya leytenant gitler. Urush haqiqatan kishilarning talantini joriy qildirishning yaxshi fursati ekan. Shundoq, agar u hayot qolgan taqdirda. Mana siz hayot turibsiz-ku. 4 qitim yaralandim. Üç qitim, polkovnik. Rastlı 3 qitim. 4-chi qitimda siz faqat bombadan silkinib ketdingiz xolos. Signal ayaqlaşdı. Yerastı öylərinin həmmisində telefon signal üskülləri var. Mərhəmət. Mərhəmət, polkovnik cənabları. Henry, maşinaya gel. Hop, polkovnik cənabları, mən təyyar. Biz davamlı aloqa qilishib turaylik. Men qo'shilmay turib, siz har qanday qarorni chiqaman. Cənabınız, Polkovnik. cənabı polkovnik, sizcə qomandanlıq qilish qobiliyetim bo'lmasa, mən özüm qarar chiqaramsam, undaqda Janobi polkovnik, sizning ofitserlar maktabida o'rgangan usullaringiz bilan bu ko'rikni saqlab qolib bo'lmaydi. Bu ko'rik muntizim qo'shinning hujumiga uchramay, partizanlarning ushtum-tut hujumiga uchrashi mumkin. Bu ishni menga topshiring. Bu mening maxsus kasbim. Hayt, gitler. mən sizni kütkili xeyli bo'ldi. Men dam elyapman, yo'ldosh polkovnik. Dam ilishingizni qo'yib turing yo'lbas. Qarang. Mana bu ko'rik 612-nuqtaning 200 kilometr doirasidagi birdan-bir muhim qatnash yo'li. Agar nemis qo'shinlari Gressiyadan chekinib, bu ko'rikdan o'tib ketsa, mutlaq ustunlikni egallaydi. U chaqda bizning qo'shinimiz og'ir ahvolga tushib qoladi. Albatta bu nemislarning plani. Bizning planimiz-chi? Bizning planimiz uni portlatib etish. Bizning o'rnimiz mana bu yerda. Ko'rikni muhofazat qilayotgan nemis qo'shini bizning oldimizda. Ko'rik ularning keynida. Uni portlatib etsak, ularning chekinish yo'li o'ziladi. Yordamchi qo'shin yetib kelishdan ilgari biz hujumni boshlaymiz. Nemislar bizning o'rinlashtirishimizga bo'ysunamdi. Shundaq, mayor. Ularni muhofazat qilishi intayin qattiq. Sizningcha osh ko'rikni cho'qim portlatqil bo'ladimi? Men sizga ishonaman. Kichik atratga havo armiyasidan bakrak ishonch qilamsiz, nima? Bizmi o'ylashdik. Ko'rikning joylashgan o'rindan qaraganda aeroplan bilan qamal qilish mumkin emas. Nemislarning o'rilish ahvolichi. Bir polik askar kuchi bor. Ko'rik atrofiga mina o'g'irlashtirilgan. Ular belgi uskunlari bilan tizginlangan. Undaqda qanday portlatqil bo'ladi? Bu vazifani o'zingiz chora izlab o'rinlaysiz. Berildigan vaqt faqat 7 kun. Nim dedingiz? 7 kun? 7 kunda hatto ko'rikimi yetib boramaymiz.
Nemiz qo'shinlari 7-kuni ko'rikka yetib keladi. Haftaning 5-kuni atigan soat 8da. Dal ana shu vaqtda ko'rikni portlatib o'tish kerak. Burunmi emas, keyinmi emas. Undaq shartlar bilan o'rinlayolmayman. 7-kuni soat 8da biz hujumni boshlaymiz. Agar ko'rik portlatilmasa, biz hammamiz qurbon bo'lamiz. Oxirida birmi odam qolmaydi. Bu qanchalik odam siz bilamsiz? 5000 odam. 5000 jangchi yo'lvas. Bo'ladi. Doğru-necha, uni qayerdan olamiz? Menga liqmiliq 2 mashina doğru kerak. Uning ajallik yerini bilsangiz, ancha ko'p ketmaydi. Buning uchun siz maxsus bir maslahatchi tepishingiz kerak. Kimni? Mush ko'rikni loyilagan injenerni. Qayerdan topaman? Dushmanning orqa sepida. Manay sizni uning boy yeriga boshlab boradi. Bo'ladi. Yana kimlar? Siz qanoatlanasiz, yo'lvas to'li. Bu bir xush xabar. Yana-chi, ha? Biz maxfiy raqamlik radio orqali aloqalashamiz. Shundoq bo'lsin. Mayor, sizga o'ngishlik tilayman. Ko'rikning xaritadan o'chirib etishga oldirib ketma. Men uni allaqachon o'chirib etdim. Xayr xo'sh. Xo'sh. Menga kim odam tanlab beradi? Yo'q, o'zim tanlab beraman. Qo'lidan ish keladigan odam tanlab bering, ma'qulmi? Eli ko'rasiz. Nima ish qiravurib turmaysan? Sizni ko'mabdiman. Diqqat. Sizlar mayor bilan berib vazifa o'rinlaysizlar. Bu yoq hozirdan boshlab sizlarning rahbaringlar. Uning har qanday buyruqlarga sizlar cho'qim bo'ysunishinglar kerak. Buningda gap yo'q. Albatta. Nima qurol ishiltsan? Pichoq. Sanchi? Og'amcha mayor. Sanchi? Qurol, yo'ldosh mayor. Quraling qani? Qurolim yo'q. Ikkinglarda gap yo'q. Qurolni qanday qilamiz? Qurolingizni uningga bering. Iskratga berib olsin. Vaqt yo'q. Qurolingizni uningga bering. Akram. Siz zodi nim qilmoqchi? Uning qurolini tatib olinglar. Nima qarab turibsizlar? O bermaydi. Men sizlarni yolvur demidim. Sen derhal kendinge qayt. Kendinge qayt davatman. Sen nim qilmoqchi? Qurolni tatib olinglar. Sening eting nima? Der. Bu yoq men bilan birga bo'lsin. Bu ishkisi mushada qolsin. Kechiringlar yigitlar. Sizlar buyruqimga itoat qilishinglar kerak. Xayr xo'sh. Xo'sh, muvaffaqiyat tilayman. Davamlıq kuzatib, ahvolni vaqtida doklad qilib turinglar. Tugdi. Yana 6 kun vaqt qoldi. Bizning qo'shinimiz ko'rikdan o'tadi. To'p-to'g'ri 6 kun.
Qara Simit. Bu körük nimaga o'xshaydi? Nimaga o'xshaydi? Bu Nimaga kulsan? Gap qil. u qo'ngga o'xshaydi. O sag'irga o'xshaydi doktor janoblari. Semit. Sen abidin abad bir cho'chqa. Fikr qilish iqtidoring yo'q. Shundoq bo'lganicha. Bu bir bo'yin turoqqa o'xshaydi. Sening shuningmi aqling yetmaydi. Bo'yin turoq. Bu eng yaxshi o'xshatish. Yaqin arada biz buni birisining bo'yniga solamiz. Lekin u kim? Aytqina Simit. U zot kim? Bu yoqqa. Birini elib taliyangni sinab baqqan. Mushishu. Adashdi. Biz 2 oy burun uni tutib olgan. Yana birini ip baq. Men yenila adashdim doktor janoblari. Bu o'z odimimiz. O'z odimimiz, akilak ko'rib baqay. Sen nima uchun buni o'z odimimiz deysan? Chunki u italiyalik. Sen tazımı dötneyim ekansan. Sen İtaliyalik bo'lsa o'z do'stimiz bo'ladi deb o'ylamsan. Sen buni menga tushunmaysan. Sen bu odamni bilamsan? Bilmayman. O haqiqatan İtaliyalik. O İtaliya armiyasida ofitser bo'lgan. O birisi bilan urushib qilib, harbiy sudda jazolangan. Urush boshlanish bilan u dushman tarafga qochib ketgan. O partiltish mayiri. Şunu partizanlar onu partiltish baturi deydi. Onun haqiqiy ismi Mespi Savardoni. Xo'sh. Bo'ldi. Qurban bo'lsam, agar urushda ko'minglar meni egil saqqa. Ahto sahar xo'sh, xo'sh. Tuproqlashimdan o'tganda do'stlar, chekib qo'ysin xo'sh biroq gullar. Muvaffaqiyat tilayman Pappina. Rahmat sana Zavardoni. Başla. Barakallah. Xo'sh. Qurban bo'lsam, agar urushda ko'minglar meni egil saqqa. Do'stlar xo'sh. Xo'sh. Tuproqlashimdan o'tganda do'stlar, chekib qo'ysin xo'sh biroq gullar. Mayor. Qarang. Zavardoni. Qara. Yo'lvas. Mening do'stim. Oh, qadrdan do'stim. Sen texa oyatgansan-da. Bu nima degan yaxshi? Pappina, qirg'ina, bu kim? Bu degan yo'lvas, bu kishi qaltis odamjimi? Meningcha ancha qo'rqinchli emas ekan. Nimaning qo'rqinch ishkalligini bilamsan, harqabga. Tugidi. Bir ozmi yo'qmi? Yo'q, tugidi. Hammani o'zing ish bo'lding bu. Meni aldavatsan, chiqim berib epkila, tez bo'l. Bu mening eng yaxshi yordamchim, Botir partizan. Yo'lvas, sen menga qanday xush xabarlarni olib kelding? Aytqina. Eshitsangchi. Gapning hammasini sen qilyapsan. Biz ko'rishmagil uzun bo'ldi. Qani, bizga yana ozroq yeydigan narsa kapagina. Endi men sening oshpizing bo'ldimmi? Tez bo'l. Salomat bo'lgin do'stim. Ichamsan? Yo'q, ichmayman. Qadinas do'stim.
O'tganki ishlar esingdimi? Bizning birga ishlagan vaqtimiz nima degan ko'ngillik. Keyin biz ayrilib ketdik. Shundan beri men haqiqiy portlatish ishlari bilan shug'ullanib boqmadim. Bu qatam men seni haqiqiy portlatish ishiga solmoqchi. Rasma, nima degan yaxshi, yana birga bo'ladi ekanmiz-da. Aytqina, nimani portlatamiz? Ko'rik. Ko'rik? Ko'rikni men intayin yaxshi Lekin ko'raman. bu odatdagi ko'rik emas. Barakalloh, men ashunda hashamatli ko'rikni bakmi yaxshi ko'raman. Tamoq tayyor bo'ldi. Papina biz bilan libos bo'lamdi. O'zing bil. Ha, Papina. Agar yaraydigan bo'lsang, men seni birga olib boraman. Rahmat sana. Navoda men bo'lsam sen yaşayamaysan. Hey. Do'stim, tamoq yemsan? Bo'ls yeyman. Millay qayerda, bilamsan? Papina biladi. Uningga axborot oziq-tulik yetkazib bergan. Bizni boshlab bag'in. Ma'qul. O'chi, u nima ish qila oladi? Hammani qila oladi. Kulishni bilamdi. Do'stim, pichoqni bergina. Nim karamat bu. Bir istakan meyve şirnisi. Ma'qul. Mana bu 66.750 so'm. Rahmat. Ha. Mening bu azroq sovg'amni qabul qilinglar. Ma. Bu yerda chivin nimandaq ko'p. Shundoq, qish kelganda o'ladi. Yaxshimisiz kapitan? U hozir mayor. Vaqtning o'tishi nima degan tez? Sizning o'sishingizmi tezg'i? Ha. Menga qiziqqanligingizga nima deb rahmat aytsam bo'lar? Tushundingizmi? Bu ko'rikni yasashga men qatnashgan. Sizlar portlatamaysizlar. Nemishqa? Nemislar itdek tikilib tursa, bir odam yordam bera oladi. Kim? Shu ko'rikni loyihalagan injener. Bu kimning ko'rsatgan aqli? Mening. U nemislar bilan hamkorlashmoqchimi? U o'zi bilan hamkorlashmaydi. U hatto bir stakanimni chekishni xohlamaydigan tursa, o'zi yasagan ko'rikni portlatamdi. Mumkin emas. Bu uning birinchi mahsuloti. U barliq yurak qanini uningga sarf qilgan. Uni bizga tepib ber. O'g'irlikcha anglayotdi. U kim? U meningcha ishpiyonda qilmayotdi. O'g'irlikcha anglayotdi deyapman. Sen uni ishpiyon demoqchimi? Sizlar tanishimsizlar? Yo'q. Shaxsiy hisobotni keyin qilinglar. Sen yana ilishib ko'rmoqchimi? Sana hech qanday foydasi yo'q. Gestapo'dan.
Sizlarning qumoqchi. Siz mush ko'rikning qurg'uchisimi? Shundoq. Men shu. Paskvardiya polkovnik Hoxman doktor sizni taklif qiladi. Men u odamni tanimaydi ekanman. Bag'andan keyin tanishsiz. Mayli. Mangayli. Bir stakan choy ichib olishga bo'lamdi. U yerda esil choy bor. Undaqda men kiyimimni yengishli olay. Tez bo'ling. Siz injener bo'lamsiz. Shundoq. Men Kechiring injener, biz sizdan parakanda qilib qo'ydik. men sharaf bilan kimga agishman? Albatta, bizga agishib menishingiz kerak. Sizlar zodi kim bo'lasizlar? Bizning kimligimiz sizga nihoyat aniq. Men sizlarga hech qanday ish qilib beramayman. Kechiring. Ko'p so'zlashga vaqt yo'q. Nemislar yana kelib qolishi mumkin. Men hech qachon sizlardan meni qo'llashni talab qilganim yo'q. Siz Gestapolarning qo'lga ilishini kutib turyapsiz. Lekin sizlarning meni qo'lga ilishinglarni xohlamayman. Kechiring, darhol biz bilan menishingiz kerak. Mayor, agar dam ilishga ruxsat qilgan bo'lsangiz, men sizga rahmat aytdim. Biz to'xtamay menishimiz kerak. Nega boramiz? Bag'anda bilasiz. Sizlar menga aytishinglar kerak edi. Ichimsiz. Rahmat. Haraqkan bu. Shunda U doim haraq ichidi. Rahmat. Vah, bu joy nima degan go'zal. Hajab chiroyli ekan-a. Taqimorliga o'xshaydi ekan. Agar berib ziyorat qilsak, u yaning go'zalligini bilatdik-da. Sening taklifingga minnatdorlik bildiraman. Ay, meni Folinisaga operamsan. Ma'qul papino, men seni Folinisaga operay. Qandaqroq qizchaqni topsam, bu yigitimga bop kilakin tang. Folinisada chiroyli qizlar, chiroyli ko'riklar bor. Shundaqmi kasbdosh? Men qandaqmi siz bilan kasbdosh Biz bo'laman? rasli kasbdosh. Siz ko'rik solasiz, men partiltiman. Shundaqmi? Siz jami bo'lib qancha ko'rik soldingiz? 3 ko'rik. Men 5 ko'rikni partiltdim. Ondaqda sizning to'pingiz meningkidan cho'nka. Nadikine, sizdan hiliq ko'rikingizni partiltish o'ng'ay emas. Nima deyapsiz? Men hiliq Kimni ko'rgan? hiliqqa go'zal ko'rikingizni demoqchi. Qarasini ishni buzib qo'ydim. Mayor, to'xtab turing. Siz rostila meni ko'rgimni portlatmoqchimi? Manay,
Sizlar rostilla mening ko'rigimni portlatmoqchimi? Shunda qilmay bo'lmaydi. Biz birlikda qurdik, endi birlikda buzimiz. Bu mening ko'rigim. Bu huquqni sizga kim berdi? Bu urush injener. Urushingizni qo'ying, mayor. Injener, ko'rikingiz 5000 odamning hayoti bilan munosabatlik. Uni portlatib etmasak 5000 odam o'ladi, bilamsiz? Sizlarning taktikalarini bilmayman, lekin ko'rikni portlatqizmayman. Oldingizmi? Cho'qim portlatamiz. Hamda sizning bizga yardamingiz kerak. Mumkin emas. Sizlarga aytib qo'yayki, hargiz yo'l qo'ymayman. Sen onunla mas'ul bo'l. Sizlar kimni izlaysizlar? Deptan izlaymiz. Nima ishinglar batdi? Azroq ish batdi. Qandaqli ish bo'lsa menga danglar. Nemislar uni tutib ketdi. Uning nemis bo'lasiz. Ajisi. Biz sazliqda o'tmoqchi. Bizga yo'l boshlab bera olamsiz. Sizlar nega bormoqchi? Bu o'zimizning ishi. Bizga yordam qila olamsiz. Nemislar. Qara. Qasa cho'milib oldigan bo'ldik. Nima degan ko'ngildik?
çöküp ketdim. Meni tatuva. Tez bol, tez. Tez. Mening qo'limni tutib ol. Rahmet sana. İnjiner qani, sana erişip ketken go. Men sana nemi dep buyruq qilgan. Sizga ergishib mangando debdimi? Men seni bu yerga o'ynaga kelmagan. Bo'ldi. Uni ayblama. Hammasi meni qutqardi. Qaytib bizayli. Sen bama. Onun bilan qal. İşkanlar mişe doktorunla. Men bilemen. Biz yana pensiyaga berib tomosha qilamdik nima? Qaytib kelganda men seni o'yintib kelay. Tazılınca kalıp kim bo'ldi? Hey, to'xta! Bu yoq geliyor. Çekin Allah. Pappino. Pappino! Qaytib kel! Hey! Pappino! Sen qayerda? Tez qaytib kel! Biz bu yerda! Savardoni!
ketmesin. Partlatıp etti. Zavardoni! 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 Nime qarab tursan, chapsan bu? Zavardoni! Zavardoni! Tez bul! Kechiring do'stim. Xo'sh, do'stim, bak meni! Sen hemmisi senin kasaptın. Anladın mı? Hemmisi senin kasaptın. Anladın mı? Ben senin körükünü partıltı etmem. Seni kuş partıltı etmem. Körükünü partıltı etmem. Oldu. Sabır qil, do'stim.你怎么知道这个地方的？我过去在这儿躲过，什么时候？很久以前。To'xtanglar! Qo'linglarni ko'taringlar! Qurolinglarni tashlanglar! Xayrli kecha apandilar. Bu qitim saya aytinglar, joyida bo'ldik deyman. Burilinglar. Biz tunish olaylik. Baktivod Yonimovich Kovs. Kovs o'qish degan ma'noda. Praporchik Shernik. Tulki degan ma'noda. Intayin ma'nali ismlar, shunday emasmi? Apandilar, navbat sizlarga keldi. Bu apandimning familiyasi nima? Petrovich. Petrovich. Petrovich apandi, o'zingizning qayerga bordiganligingizni deb aytsangiz bo'ladi. Qo'noq yig'ilishga bormoqchi. Anlashimcha bu yil qo'noq bak o'xshab demish. Aytinglarchi. Usul yig'ish atrat boshlig'inglar kim? Ular so'zlashni bilmaydigan o'xshaydi o shernik. Ular cho'qim so'zlaydi. Eng yaxshisi bir vakil chiqib so'zilsin. Qo'linglarni chiqaringlar. Sen oldiq chiq.
Birodarlar, mana bu kishi sizlar bilan so'zlashishni xohlaydi. Qo'linglarni o'ringlar. Shernik, men sana qo'l ko'rishni o'rgatib qo'yay. Apandilar, men qo'linglarni ko'rib boqay. Shernik, mana bu qo'lga qara. Mana bu odam o'ltirgan qo'l. Ko'na askarlarning uzun yillar sargardon vaqti o'tgan qo'li. Yana Ispaniyaga muboq. U yerga nima qilib borgan? Qo'noq uzgilma. Shernik, buningga qara. Bu qo'ldan cho'ng ishlar kelar. Biroq umr qisqa. Men aytayki, sizning umringizdan ko'rikingizning umri uzun bo'ladi. Qo'lingizni tushirayting. Men ayollarning qalbini zodli tushunmayman. Mana bu yaxshi niyatli odam. Ismingiz Morgi. Xotirjam bo'ling, mayor. Xato tunayotganim yo'q. U ilgari musha atrofda partizanlik harakatiga rahbarlik qilayotgan chog'da Morgi deb atiladi. Bu yaxshi niyatli odamning nima ishlarni qilganligini bilamsiz. Rahmat senga, Shernik. Bu mundaq ish. Yo'ldosh Morgi o'zining yaqin do'stini yo'qotish to'g'risida yuqorining buyrug'ini topshirib olgan. Chunki u asiylik qilgan. Lekin bu uni qochirib o'tgan. Biroq u bizning jasusimiz ekanligini zodli o'ylab boqmagan. Oxirlasi bular. Men qoldim-ku. Unutib qoptiman, Petrovich apandi. Kechiring. Nespi Petrovich. Hammani bilib turib, yana nima uchun uni qiynaysiz? Apandim, men odamlarimning bekor o'tirib qilishini hargiz xohlamayman. Unutib qolg'ili tasliq qoptiman. Sizlar ko'rikni qaysi xil usul bilan portlatmoqchi? Har bir to'rikiga to'g'ri qo'ymoqchimi? Bu mumkin emas. Ko'rikni atrofiga mina bekitgan. Mayor, qanday qilmoqchi? Bu ishga yana boshqa turishni xohlamayman. Nima? Apandilar, hadi ko'rishaylik. Bularga restorandan tamoq yepagin, pulini men to'layman. Men ishimni aytmadim. U hammani bilib olibdi. U qanday bilgandi? Ehtimol heliqi ofitser qo'l ko'rishni bilsa kerak. Latin arilida bir buvay qo'l ko'rishni Bo'ldi, biladi. qo'y Zavardini. Aramizda xoin bor. Cho'qim shundoq. Mushu. Bizni dushmanning qopqiniga tushirgan mushu olmay kim? Nimishqa burunroq aytmading? Men uni qutqizib olishni o'ylagan. Sen o'zingni qutqizmoqchi. Nima? Men xato qilmadim. Men buning xoinni qochirayotganligini bilib, shtabga ma'lum qilgan. Menga quruq tuhmat qilib meni nemislar uchun ishildi demoqchimi? Sen hozir mushular uchun ishlayapsan. Bo'ldi. Agar u xoin bo'lgan bo'lsa, bu yakamaydi. Siz-chi? Siz nima deb keldingiz? Siz qochib ketmoqchi bo'lgan emasmi? Qochib ketsangiz bo'ladi. Nimani kutib tursiz? Qochmamsiz. Zavardoni. Taliyimizdan bir sinab ko'raylik. Götüre. Qartni men ko'tiray.
ko'zini iti yurishini talab qiladiganlar bor. Qo'lingdan kelganini qil. Qadamlab marsh! Arqa burul! Terlan! Alaykumullah Savardoni. Yo'ldosh mayor, axborotchingiz Kauchik xizmatingizga tayyor. Tabriklayman. Savrchallig'inglar joyida. Siz zaten nima o'yin o'ynayapsiz? Bu bir yaxshi plan emas bu. Chataq yo'qmi? Bu umumiy tushunma. Ha? Men ishonmayli qilyapman. Bu Qurolni elib olinglar. tez bo'laylik, tez. Injenerni birga ipinglar. Tez bo'linglar. Mashinaga chiqinglar. Chapsa bo'linglar. Tez. Buni elib oling. Hey, ayting, meni nima chiqarib Sizni turibsizlar? sinab chiqib to'g'ri keldi. Sizni ishtab qilmaganda mehmon qilaman. Ba'zilardan gumonlanasiz. Siz nemismi? Yo'q, mening opam neymiz. Shunga men ularning ishonchiga erishgan. Night tez o'sibsiz. Men sizga o'xshash, shunaqa xizmat qilishni xohlayman. Ajiba. Bizni bu qopqonga kim tushadi? Sizmi? Yo'q. Xo'qman, sizlar injenerni ipmangandan keyin kinolarga odam saqlab. Baxtga yarasha ular meni tayyorladi. Mana. O'qish neymizmi? Yo'q, u bizning odamimiz. Qanday sizga U bizning axborotchimiz. Tushundingizmi? Men faqat tushunaman. Qarang. Yetishmaydi. Birga maqsad chataq chiqmaydi. Mushat to'xtaylik. Nemishqa? Biz ko'rikka bormamda. Shtabga ma'lumot beraman. Yordamlashadigan ish bormi? Rahmat. Hojat emas. Biz o'zimiz o'ngsha olamiz. Sizlar meni beringlar. Nima degan go'zal.
shu peti turibdi. O'zgargan. Butunlay o'zgargan. Hozir texmi go'zallashib ketibdi. Jilg'i bilan qo'shilib bir butun gavdiga aylangan. Siz bu ko'rikni oxirgi qatim qachon ko'rgan edingiz? Men uni qatnash boshlangan chog'da ko'rgancha. Shundan beri bu yerga kelib boqmadingizmi? Bu bir an'anaviy odat. Qurilish ustisi o'z vazifasini tugatgandan keyin qayta huzurinib o'ltamaydi. Qo'limnikida. Qimirlama. Aldırma. Qo'lingnikini tashla. Tez bo'l. Aqlingni bural. Aldırma. Asta. Manna, sen bilen. Doğru. Bu qatim xeyli ko'p odam kelibdi-ku. Odam ko'p bo'lsa yaxshi emasmi? Xuddi soatga o'xshaydi. Rahmat sizga. Bu neymiş? Kitapqa ma'lumot bermamsiz? Belgilanga vaqt beraman. Qaysi vaqtda? Atatigan soat 3 da. Vaqt xeyli bor ekan. Injener bu yoqqa chiqing. Yana azroq ye. O'qib keling. Atatigan bu ko'rikni chuqur portlatamiz. Buni bilaman. Biz sizning yordamingizga muhtoj. Mening yordamim siz sizlar uni portlata olaysizlar. Portlata oladigan bo'lsak, sizni bu yerga olib kelmaydik. Mening siz sizlar qila olaysizlar. Bunisi chuqur. Mumkin emas. Bizga berilgan vaqt va portlatqich to'g'ri cheklik. Shuni to'g'rini dal joyiga qo'yishimiz kerak. Buni faqat sizlar bilasiz. Qani ayting, to'g'rini qayerga qo'ysak bo'ladi? Qayerga qo'yishni xohlasanglar, shu yerga qo'yavering. İxtiyor o'zinglarda. Bu ishga meni aralashtirmasliginglarni so'rayman. To'xtab turing. Bizga to'g'rini qayerga qo'yishni aytib bersangiz bo'ldi. Agar qo'rqsangiz bormasangizmi bo'ladi. Xato tushundingiz. Atman sizlar bilan birlikda ko'rikka boraman. Lekin men ko'rikni portlatishga qatnashmayman.
Hay Gitler. Yen xabar bormi? Polkovnik janoblari, bu yerda bir axborot bor. Partizanlar mushu uyga kiryapti. Nayt yaxshi. Men ish bo'lamdi. Men ishqa bo'ladi, biroq soat 3:30 dan burun harakat qilishga bo'lmaydi. Xo'p, polkovnik janoblari. Soat 3:30 dan burun harakat qilishga bo'lmaydi. Mumkin qadar ulardan yeriroq turinglar. Ular sezib qolsa, butun plan buziladi. To'xta. Polkovnik janoblari. Sen bu ishga mas'ul. Men ularning tirigi kerak. Bo'lib, ularning ichidagi birisi. Tushundingmi? Xo'p, tushundim polkovnik janoblari. $512. Kontrol hamrasini chaqirdi. Kontrol hamrasini chaqirdi. Mayda. 613. Men hamra. Akam keldi. Ular darhol portlatqich to'rini ilib, belgilangan vaqtda ko'rikni portlatsin. Mana vaqtida deb keting. Qara kelkun. At soat 5'te. Tushundim. Tugidi. Yaxshi. Mayor. Dal soat 8'da hujum boshlaymiz. Undaqda boshqa guruhlar nima ish qiladi? Endi ularga ehtiyojli emasmiz. Siz boshqa guruhga shundaq deb uqtirish qilsangiz bo'ladi. Hozir hamma ish yo'l bostilib qoldi. Tayyorlanlar. Biz bu yerdan portlatqich to'ralamiz. Cherkovga berish uchun qanchalik vaqt ketadi? Yarim soat vaqt ketadi. Bo'ladi. 1 soat ichida yo'lga chiqamiz. Biz daryodan o'tamizmi? Bu nemish? Zorlarni o'ltirib yetibdi. Buni hech kimga aytma. Uqdingmi? Uqdim. Shu uyni qo'rshanglar. Men bilamanglar, tez. Tez bo'linglar. Tez. Derizdan sakranglar. Tez. Chapsan bo'laylik. Chaqqan bo'linglar. Tez. Semish bo'ldi. Men axborotga erishdim.
yanaylı. Tez.是您请我来的吗？对，我让人叫你来的。时间到了，该出发了。该出发了，上哪儿？去接我们的部队。我的岗位在这儿，我必须在这儿等部队过桥。我是奉命守卫在这座桥上的。您的意思是说，这座桥还在，是您的功劳？嗯，我从来就没有这么想过。那你在路上好好想想吧。史密特，上校先生，你和我的车都由冯菲尔森先生调遣。是上校先生。我8点钟等着您和将军。请吧，上校。Bu yerda dushman bizni sezib ololmaydi. Ular nima uchun bizni sezib oldi? Chunki ularning shpioni bor. U to'g'ri aytdi. Bizga xaylik qilgan odam bor. Cherkovda ishpiyon bo'lishi mumkin. Yo'q. Bu xoin mushada. Bugun kecha Galli o'ldirildi. Ahvoldan qaraganda nemislarga axborot avatgan odam bor. Shu. Kechada uning yolg'iz o'yilda aynib yurganligini ko'rdim. Sancho, sen nemişki sırtık çıktık. Keçide hemimiz talağa çıktık. Bu meseleni düşündürüp veremeydi. To'xtanglar. Bu kız zaten nima odam? Aranlarga qanday qilib qo'shib oldinglar? Biz uning ufkisi Merdan Pitani topmoqchi edik. Merdan Pitta. Shundoq. Mening o'ltirishlik joyim u yerda emas. Men u yerga Betta qo'lga ilingandan keyin borgandim. To'g'ri emas. Pitta Gestapo tarafidan qo'lga ilingani yo'q. Buni men bilaman. Noyat aniq. Gestapo Bettani o'ldirib etib, uning o'rniga bir ishpiyonni qoldirgan. Yo'q, bu pakt emas. Betta mening ufkam. Uni tutib ketdi. Sizlar nemishqa menga ishonmaysizlar? Agar u ishpiyon bo'lsa, nemishqa nemislar uni atmoqchi bo'ladi. To'g'ri aytdi mayor. O qushning sizlarning odaminglar ekanligini, shundoqla o'ltirishning yolg'on ekanligini bilimiz kerak. O biladi. O o'ltirilmaydiganligini biladi. O qandoq biladi? Men uningga aytgan. Bu pakt emas. İnkar qilmoqchimisiz? Men uning biri ahmoqona ish qilib qo'ymusin deb, etib o'ltirishning yolg'on ekanligini uqtirib qo'ygandim. Bu pakt emas. O menga hech nimani aytgani yo'q. O menga hech nimani aytgani yo'q. Menga ishining. Bo'lamdi. Ber. Nima qilishni bilamsan? Meni damsiz. Men senga buyruq beryapman. Nima qarab tursan? Sen xatolashmoqchimi? Buni boshqalarmi qila oladi? Vaqtni isrof qilmaylik. Uni bog'la. Sizlar nemishqa meni bog'laysizlar? Menda gunoh yo'q. Menga ishoninglar. Menga ishoninglar. Menda gunoh yo'q. Nemishqa bunday qilasizlar? Ko'rikni qanday qilamiz? Bir ish qilg'ash tursak bo'ladi. To'g'ri bo'lmaganligini hech nima qilib bo'lmaydi. Menda gunoh yo'q. Menga
Ben chiqib bir amal qilib baqsam qandaq? Bo'ladi. Amal qilib beqing. Demişki endi keldiniz. Xudoga shukr, men taslikda qutulib keldim. Polkovnik janoblari, ular meni bilib olg'ili tasliq qildi. Oxiri ularning odamidan birini tutib berib, aran qutuldim. Ular hozir qayerda? Ular oshada. Ashu tog'ning o'ngirida. Ular texi mening yordamimni kutishib turibdi. Ishingiz yomon emas. Rahmat sizga. Biz bek oshira tuxmanimi? Bu ishga o'zim javob qilaman, Kautis. Yuqori organdan menga bu ko'rikni muhofazat qilishda har qanday chiqimga qaramaslikni buyruq qilgan. Lekin bu buyruqda chiqimning eng zo'r cheki ko'rsatilmagan. Ana, ko'rik turibdi-ku. Sheherlikni odamlar bilan qo'shib etib tashladim. Bu badal osmi? O yordamchi qismning odamlari, Kautis. Yordamchi qism ancha e'tiborga ilinib ketmaydi. Henrat apandida Mondaq bir ko'z qarash bor. O urushning maxfiyatligi qabr ichida saqlangani yaxshi deydi. Shundaq polkovnik, 2 kun ilgarilar partizanlarni butunlay yo'qotib bo'lmaydi. Agar bu guruhga o'z vaqtida doklad bermasa, ularning yuqorqi organi yana odam avatishi mumkin. Lekin biz ularning qachon kelishini, portlatqich dorini qayerdan elishini bilmaymiz-da. Qani, endi evatsin. Biroq har qancha odam evatkini bilanmi? Endi xilali kechikdi. Polkovnik janoblari, endi ularni qanday qilamiz? Hammasini tutib kelinglar. Tirik bo'lsin. Tayyorlik bitti. Öngür ağaç töbelikte. Tez çıkınlar. Qo'lingni keti. Sizni qarshi olamiz, o'qish apandi. Bu qitim rolni qaltis o'yindingiz. O'zingizni qanaqaroq his qilyapsiz? Men tushundirib etay. Fuqishmaslik bo'lib qolmasin. Uqishmaslik bo'lgani yo'q. Shtablan aloqalashganligini faqat sangla aytgan edim. Buni sendan boshqa hech kim bilmaydi. Meni to'lim mo'lli pop ko'yma. May,
Siz meni müküşmek oynatqızmay, öldürüversanızmı bo'ladi? Planimizni o'rlash uchun seni tirik opiramiz. Mashinaga chiq. Agar yuvosh bo'lmasang, mengni qitig'ini chiqarib bitaman. Bürküt. Burkut. To'xtat, bo'ldi. Hey! Sen! Yapma. Doğru, sen! Bu yak gel. Beni çağırdınız mı? Sen hatunumam sen. Bu yerde tamak çıkışık olmaydı. Geçirin. Kömekti mi? Doktor! Sen neymiş kısa kılığını amaysın? Terik İslam'la. Bir işini kıl. Sen yeni keçikip kaldın. Biz dal vaqtida keldik, Hokman doktor. Men tushuntirishni xohlamayman. Sen hammani aniq bilasan. Sen sarang bo'psan. Kos, bu neymiş? Ben ulanı başlap gelmesem ulan beni öldürüydü. Ondaq bolsa ne bo'pti? Sen qasam qilmaganmi? Hokman, askarlaringga buyruq tusha. Tez bo'l. Sen zada neyim qilmoqchi? Degenini qiling. O'lsakmi amal yo'q. Bu qilmishingga zo'r bedel to'laysan. Sen yana oqiga so'zsang, jiningni olaman. Buyruq tusha. Ben Hokman. Başlıqlarını izleymen. Mening buyruğumsiz o'rninglardan ayrılmanglar.
Hemenla jığılınla. Tügülü. Cayanglarda kımırlamay, kolunlarını götürünler. Doğru. Şundak. Sen bak. Hay, sen. Hı. Ben sizden bir sual soraydigan edim, injener. Qani sonra. Her bir körüknün sırtkı görünüşten başka onun yürkü bulamdı. Bak. Körüklerini tutaştırgıçı merkezi tövrük. Lekin nurgun tövrük tursa. Ulanın içinde fakat birli tövrük körüknün cini. Rahmet sizge. Boş ya şu. Hey! Silendim dep cevap vermeysizler. Anlamaptım ha? Başlık saat 7'den 15'te yığılışqa buyruk qildi. Nemişki yığıldık emas. Yana kelip muşundaq vaqtda. Başlıq meni sizni kütüp ağıl evetdi. Rahmet sizge. Navadı siz kemigen bolsanız biz isip qılamdık. Tayar bolunlama. Tayar olduk. Körük tutaşkan orunda iki törük var. Doğrunu şu yerge koyun. Sizge kalbi tileyme. Sana kalbi tileymen. Rahmet sana dostum. Başla. Mayor. Ben yana neymiş ki biri. Siz düşünüp durun.
Birden bardoshlikqa seni ip ketaman. Mahriki, men qilishga tegishli ishimni Ben vazifamni bildim Manay. seni xato tushungan Ben vazifamni bildim Manay. ko'nglingdan chiqaraman. Özünü daldığa, tez! Ko'rik yana qanchalik qoldi? Yana 15 minutdan keyin yetib boramiz general. Rahmat. Qo'lini aytgan. Yes! Yes!
qarab tursiz? Chapsan buning! Chapsan buninglar! Janobi polkovnik, biz mag'lub bo'ldik. Ist haqiqatan yaxshi ko'rik edi. Ist haqiqatan yaxshi ko'rik edi.